Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, navbatdagi tovuqlar uchun temir qafasimiz tayyor bo'lgan obzorni sizlar bilan bo'lishamiz. Bir donadan like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar degan holda. Qafasimiz 340 cm uzunligi общий tuxumdoni bilan, cho'jalar uchun alohida uyalari, 2 metr joyi katta tovuqlar uchun maxsus xonalarga ajratganmiz. Qafasimizni eni esa 120 cm o'z ichiga oladi. Qafasimiz juda ham ideal holatda yonib turibdi. Eshiklariga bitta baho berilmaslar mana. Juda ham chiroyli, oldida siliklari, sirkalari, taglari odamni bemalol ko'taradi mana. Qo'noqlari yetarli darajada. Bu cho'jaxonalari. Oxir don idishlariga bitta baho berasizlar mana. Chiroyli holatda, keng holatda qilganmiz, donlari sachilib ketmaydi. Bu yerlarga mana nejvinkalarni berganmiz. Yana ham chiroyli qo'shib turish uchun qafasga общий tovuqlar xonasi, ichida suv idishlarigacha qo'yganmiz mana bu yerda. Mana suv quyib qo'ysa mana bu yerdan boshini tiqib suvni ichishi mumkin tovuqlar albatta. Xo'p, yonlariga keladigan bo'lsak, tuxumxonalarini yoniga joylaganmiz va eshiklari mana xuddi mana ochilib yopilishlari damas qilib joylaganmiz. Bu qafasimizni zakazga tayyorlab berdik. Namangan viloyatidan Toshkent viloyatiga, Olmaliq tumaniga yetkazib berish xizmati bilan 4 million so'mga tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqib olasizlar. Rahmat hammaga.